So'nggi bir necha hafta davomida yurtimiz sabrsizlik bilan mana shu onlarni kutmoqda. 4-ustoz, yigitlar toifasining ustozi kim? U prodyusermi? Afsonaviy shaxsmi? Yangi yulduzmi? 4-o'rindiqni kim egallaydi? Yigitlar toifasiga kim ustozlik qiladi? Demak, haqiqatni bilish vaqti keldi. Millionlab muxlislarga ega Shohjahon Jo'rayev. Shohjahon Jo'rayev. Assalomu alaykum Shohjahon. X Factor shousiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. X Factor ahli. Zamon tezlashdi. Zamon degani bu vaqt degani. Har narsaning o'z vaqti bor. Shunday ekan, hammamizga Xudo yor bo'lsin. Sizlar nima deysizlar bunga bilmadim. Hamma yoq go'zal, yaxshi ketdi-yu, yana bir marta ijro qilish imkoni bormi? Bor. Bormi? Qisqacha. To'g'rimi? Yo'q, qisqacha emas. To'liq qilaylik. To'liq. Iloji bo'lsa agar. Imkonimiz bormi? Ha, so'raymiz. Hurmatli mas'ullar, sizlarga yuzlanyapmiz. Afsuski yo'q, chunki Yarmini hammada bo'lsa bir ham. xil, Xo'p, kichkina imkoniyat. ikki kuplet bo'lsa ham Hech qanday iloji yo'q. Hammaning bir xil imkoniyati bor. Bir marta chiqish, o'xshasa o'xshadi, bo'lmasam uzr. menga boshqacha aytishgan lekin. Mayli, o'zingizlar bilasizlar, lekin Sizni ko'nglingiz to'lmadimi? men so'zlarini eshitmadim. Pas, juda mikrofon pas. Bular shuncha mehnat qilishgan, so'zlarini eshitmadik. Eshitilmadimi sizlarga ham? Mana. Yo'q. Efirda hammasi juda go'zal bo'ldi deyishyapti. Unda bizga nima kerakimiz bor sizlarga? Yo'q, siz murabbiysiz. Sizga chiqish yoqdimi? Men sahnada turib ashula aytishim uchun o'zim maza qilishim kerak. Bu yigit ham maza qilishi kerak. Shuning uchun yana bitta imkon beraylik deganimiz sababi o'zini eshitsin, biz ham eshitaylik nima haqidaligini degan ma'noda edi. Mayli, Toyir xafa bo'lmang, efirda eshitib olaman.